Butun mamlakat bir jamoada vlogining bu qismi uchun Odil aka Ahmedov bilan AQShning Houstoniga keldik. Terma jamoa fan klubi bilan qo'shiq va raqslar o'rgandik. Yuzlab markaziy osiyolik muxlislar bilan shaharda osh yedik va Portugaliyaga qarshi o'yinda bo'ldik. Vlog oxirida Odil aka jahon chempionatiga chiqishimiz haqida fikrlari bilan ochiqchasiga bo'lishdilar. Allplay'ga obuna bo'ling, like va izohlar qoldiring. Biz boshladik. Mexikodagi o'yindan keyin biz Dallas orqali Houstonga yo'l oldik. Bu yo'lda men birinchi bor o'zim mashinani ijaraga oldim. Oddiy narsa-ku, lekin yosh boladek xursand bo'ldim. Buning ustiga mashina ham Dodge edi. 4 soatli safardan oldin Oscar g'oliblari tanlovi sifatida mashhur bo'lgan In-N-Out burgerlarini ham yeb ko'rdim. Dallasdan Houstongacha ham deyarli yetib bordik. Houstonni shundoq kirib urishida bitta tadbir bo'layotgan ekan. O'zbekistonliklar yig'ilib osh qilishyapti. Houstonga biz shoshib yetib olishimiz kerak edi. Sababi terma jamoamiz fan klubi va mahalliy aholi bilan o'yin paytida ishlatiladigan muxlislar qo'shiqlari va raqslarini o'rganish va albatta osh yeyish. Ertagani o'yinda shu mana ko'rinishi bo'g'ilib, kuylab, yurib ko'rayotgan bo'lsanglar, bu o'yinda 30 ta bo'lamiz, 40 ta bo'lamizmi? Yorib yubordik. Bu sinxronlikni ish katta. Shuning uchun hamma qarab olib, bilamiz, puli ko'plar, puli ko'p. Bizga qizig'i yo'q pulinglar. Bizga bir tiyin pulinglar. Menga lishda, menga qarz ber desanglar bermaysan. Beringlar bo'lmasa, bermaysan. Shuning uchun baqiraylik. Pulinglar bo'lsa, moshinanglar bo'lsa, o'zinglarga omadinglar bersin. Lekin O'zbekiston uchun balandchilik qilib, falatlik qilish shart. Jofido. Bo'ldi, o'zbekmiz hamma. To'g'rimi? Brat. Operator. Mana Ufa, voydot Ufa. Asr Food Market. Oyna O'zbekim. Marhaba senga. Sen uchun keldik, muxlislar birga. Sening qoningdan men g'olibon. Sening qoningdan vatan mehribon. O'zbekiston Portugaliyaga o'yinida stadionda jamoani qo'llab-quvvatlashga hamma nima deyishi, nima ashulalar aytishi, qanaqa qo'llab-quvvatlash hamma o'rganib mashq qilib oldi. Ana endi hamma osh yeyishga tayyor. Texasda bo'lib barbekyu go'shtini yemaslik uyat bo'lardi. Men Odil akamni Houstonliklar tavsiya qilgan shu kafega olib keldim. Bu yerda mol go'shti 24 soat davomida har xil bosqichlar bilan tayyorlanadi. Mana bu esa natija. Go'sht rostdan ham juda mazali. Ditinyanni sizga yoqishi, uni profili sizga yaqin bo'lgani uchunmi yoki bilasizmi nima, men misol uchun futbol tomosha qiladigan bo'lsam, o'zimning pozitsiyamdan kelib chiqib bir tomosha qilaman-da. Endi ko'proq shunga e'tibor qarataman. Sizni zonangizda o'ynagan o'yinchilarga ko'proq e'tibor berasiz. Ko'proq shunga e'tibor qarataman. Hali hayolimda futbol o'ynayotgan deyman-da. Nima qilardim? Mana haligi bunaqa o'ynasa bo'ladi, unaqa o'ynasa bo'ladi, to'g'ri o'ynadi, noto'g'ri o'ynadi. Po'ylada o'zini qanaqa tutyapti, kallasini necha marta qimirlatyapti, mana shu narsalargacha e'tibor qarataman. Bu sizni demak atrofda nima bo'layotgan bo'lmasa ham bir xillarda tam
Endi stress holatlar atrofda bo'lsa ham, futbol bo'layotganda siz uning ichiga 100% kirib, atrofda nima bo'layotganini sal esdan chiqara olasiz. Shunaqa esdan chiqara olaman. Esdan chiqara olaman. O'shaning uchun hali futbolni kimdir bilan ko'rishni yoqtirmayman. Asosan o'zim ko'radigan bo'lsam, har bitta mayda detalgacha e'tibor qarataman-da. O'zim ko'radigan bo'lsam, haligi gaplashib, mana ko'radigan bo'lsangiz, siz faqat gol ko'rishingiz mumkin, yo bo'lmasa golga pas bergan odam ko'rishingiz mumkin. Lekin to'psiz ataka hujum ketyapti-da, lekin himoyachilar nima qilyapti, darvozabon qanaqa o'zini tutyapti, taktikada nima o'zgarishlar bo'lyapti, bularni hammasini o'sha fokus bitta joyga jamlab turib ko'rish kerak. O'shani tushunasiz. Ronalduga qarshi bizani tarkibda kim o'ynaydi deb o'ylaysiz? Ronalduga qarshi Shaxsiy opeka bo'ladimi? yo'q, menimcha bu kimdirga individualniy o'ynash bo'lmasa kerak. Chunki biz baribir ko'proq himoyaviy futbolga e'tibor qaratganmiz. O'shaning uchun kimdirga qarshi individualniy qo'ymasa kerak. Faqat standartlarda albatta menimcha standart bo'ladigan bo'lsa, Abduqodir Husanov o'ynasa kerak deb o'ylayman. Standartda eng menimcha xavfli odam o'zi Ronaldu. Endi 16 ichida eng xavfli futbolchi bo'lgan shu paytgacha, chunki o'sha urgan gollarini ham asosan o'sha 16 bilan anaqani Vratarskiyning oldidagi liniyada urganda. Da. Chunki juda ham opasniy 16-da. Biz bu yerda ovqatni tugatdik. Menimcha aytganimdek o'sha Helix Parkka o'zbek muxlislari yig'ilgan festivalga yo'l olamiz. Amerikada buncha o'zbekistonlikni bir joyda ko'raman deb o'ylamagandim. O'zbekistondan biz kabi kelgan muxlislarga qo'shib, Texas, Florida, Kaliforniya, Jorjiya va boshqa shtatlardan vatandoshlarimiz va Markaziy Osiyolik do'stlarimiz ham shu yerda edi. Odil aka, hamma o'zbekistonlik yig'ilgan menimcha. Qanaqa reaksiya kutasiz? Hozir menimcha qiyin bo'ladi asal. Endi baribir xuddi Amerikada o'zbeklar ko'pligida Kolumbiya o'ynadi-ku. Shunaqa. Meksikada xuddi shunaqa. Assalomu alaykum. Qanaqa hissiyotlar? Bilmadim. O'zbekistonda shuncha e'tibor bo'ladimi? O'sha aytdim-ku. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Menimcha eng xavfsiz yaqinlashishimiz shu yerdan bo'ladi-yu. Noil. Mana stadionda ana futbolga Jamoa topsa bo'ldi. Bitta narsani sezdim. Endi siz hamma bilan salomlashib, so'rashib, boshqa narsa qilasiz. Lekin baribir bunaqa tadbirga qo'shilishingiz bo'layotgan narsalardan e'tibor olib qo'yar ekan-a. Bu tarafdan qanaqadir javobgarlik, boshqa narsa qilish narsa. Men aytdim-ku haligi bu xalq ichiga kirish to'g'risida uyalaman. Tanigan odam bor, tanimagan odam bor. O'shaning uchun bir olomon ichiga kirib, lekin shu narsa uchun xalqqa tanilish uchun harakat qilganmiz-da. Xudodan so'raganmiz. Haligi martaban bo'liq qil. O'sha o'zing nazaringdan, xalq nazaridan qoldirma deb shunaqa qilib qo'ygan, lekin baribir xarakter ekan, uyalasiz. Bunaqa joylarga kirgan. Qarang, festivalga borganimizda birinchi kuni Mexikoda o'zimizdan musiqani topa olmagan edik. Yonimizda Iordaniya musiqasi baland bo'lgani uchun hech narsa eshitmagan. Mana Houstonni bir qismida AQShda O'zbekiston muxlislari yig'ilib, Portugaliyaga qarshi o'yinga tayyorlanishyapti. Fan klub boshchilari, Nodir aka, Abdurahmon akalar hamma shu yerda. Ularga O'zbekiston terma jamoasini qo'llab-quvvatlash uchun qo'shiqlar, o'yinlar, hamma narsani o'rgatishyapti. Bitta maqsad bilan ertaga bitta niyat qilamiz, shu bayram ertaga o'yindan keyin ham davom etishini. Shunaqa kayfiyatda chiqish nasib qilishini Xudodan so'raymiz.
Endi anaqada Meksikada o'zbeklarning kamligi evaziga 5-6 kishi balet qildik. O'sha Houstonda bizni muxlislik qilishimiz unchalik muhim emas. Tayyor ertaga O'zbekistonga muxlislik qilib, qo'llab-quvvatlaydigan muxlislar bor. Mexikoda umuman boshqa atmosfera edi. Mexikoda asosan Kolumbiyaning muxlislari, Meksikaning muxlislari. Bu yerda umuman boshqacha. Portugaliyaning muxlislari ko'rganim yo'q men deyarli. Mana shu kechadan bir Houstonda bo'lsam, Men ko'rganim. Bitta qiziqarli. Bugun kontent oldim taktika uchun. Ikkita yigit kelgan. Meni oldim kelib O'zbekistondamiz. Ha desam, Portugaliya formasida edi. Bir-birimiz bilan gaplashdik. Uni otasi o'zbek ekan, onasi portugal ekan. Shu yerda Arizonada yashashar ekan, tug'ilishgan ekan. Kimga balet qilasizlar desam, Portugaliya bo'lsa kerak deb turishibdi baribir. Shunaqa. Portugaliyaga menimcha Kolumbiyaga qaraganda ancha ko'proq qarshilik ko'rsata olamiz, hech bo'lmasa tribunada hammasi terma jamoamizni qo'llab-quvvatlab, ularga g'alabani olishda yordam berish maqsadida. Muxlislarning ko'pligi juda ham muhimda. Juda ham muhim ataka qilganingizda yo bo'lmasa bitta yaxshi epizodda o'ynaganingizda butun stadion haligi qo'llab-quvvatlasa futbolistda ichki kuch bo'ladi. Hali ikkinchi dihayni bo'ladi. O'sha narsa ochilib ketadi. Yanada ko'proq harakat qiladi. Sizlar shu yerdamisizlar? Houstonda yashaysizlar? Mashina olasizlar. Nima qilasizlar bu yerda? 2022-yildan beri shu yerda Houstondamiz. Ishlaymiz. O'qishni tugatdik. Endi hozir graduationdan keyin ishni boshladik. Ishlayapmiz hozir. O'zbeklar ko'pmi? O'zbeklar ko'p. 200-300 ta oila bor. Ya bu yoqqa bo'lsa kerak 500-600 ta oila Houstonda o'zida. Shu Anchagina ko'p. tadbirda uyushtirishda ham bizni community bilan birga qilyapmiz, vazirliklar bilan Shunday. uyushtiryapti. Ertaga uchrasizlarmi? Ha, xudo xolasa. Bizda bilet olganmiz, tushamiz, xudo xolasa. Fan klub bilan. Nima qilasizlar? Bu yerda futbolga keldingmi? O'zbekiston qoldig'ini. O'zbekistonda futbolkani o'zingizlar qildirdinglar. O'zimiz zakaz berish. Qayerda? AQShda yashaysizlarmi? Amerikada yashaysizlarmi? Amerikada yashaymiz. Kolorado shtatida, Denver shahrida. Qayerdansizlar o'zi? Qirg'izistonda. O'zbeklarni podдержка qilishga Podдержка qilgani keldik, atayin 15 soat uchib kelgan jo'qmiz. Mashina bilan atayin kelib, ertang buyursa o'zbek tug'anlarni qo'llab, qayra ketamiz. Большой пламенный привет всем Центральной Азии, Узбекистан, мы с вами. Вы откуда приехали? Мы сами с Чикаго прилетели. Поддержать Да, сборную. обязательно. Мы не могли не приехать. На матч пойдете? Обязательно. Вы из Узбекистана? Нет, я с России. А почему вы пришли сюда поддержать? Поддерживаю братский народ. Да? Да, мы практически соседи. Да, я живу в Хьюстоне. Да, сам с Урала, с Екатеринбурга. Завтра на матч пойдете? Ну, собираемся, да, и болеть будем. Тактика, the go! Yeah, Assalamu alaikum. Yeah, bro, our flight got cancelled in the morning, imagine. Where are you flying from? From Dallas to here, our flight got cancelled, How did you imagine. get here? Eventually we got put on another flight, but we're here, bro. Yeah? Вы приехали из Казахстана прям? Да. Только на матч Узбекистана? Да. Завтра пойдете? Да, обязательно. Поболеть за Узбекистан это честь для Центральной Азии, да, так сказать. Узбеки молодцы, болеем за вас. O'yin kuni hamma muxlislar bahsimizdan 4-5 soat oldin yig'ilib, stadiongacha marshga otlandi. Hamma yoqda bayrog'imiz, atrofda bizani qo'llab-quvvatlagan Houstonliklar. Xullas, ertalabdan ko'tarinki ruhda edik. Shuncha odam O'zbekistonliklar bu yerda yurgani, aqlga sig'maydigan narsa. Bundan tashqari mahalliy aholidan juda ko'p odamlar kelib podдержка ko'rsatyapti. Odamlar mashinasini to'xtatib, mashinasini pipillatib, hamma bizani marsh bilan bitta damda, bir damda yurib, hozir Houston stadioniga ketyapti. Oldinda juda katta o'yin.
Houston stadioni orqamda. O'yingacha ham deyarli 90 daqiqa qoldi. Portugaliyalar bilan hamma joyda portugaliyaliklar, lekin o'zbekistonliklar ham kam emas. Biz shu yerdamiz, marshimizni ko'rdinglar. Asosiy geytlardan o'tib oldik. Endi o'zimizning seksiyaga qarab tepga qaytib ketamiz. O'zbekistonliklar qanaqadir qo'shiq aytishni boshlasa, atrofda обязательно portugaliyalar yig'ilib qilishni boshlashyapti. Stadionda ishga kiraman. Ko'rsatdingmi stadionni? Houston stadioni o'z ichiga 70 mingga yaqin odamni sig'diradi. Texas iqlimini inobatga olib, uning tomi 7 daqiqada butunlay yopilib, ichidagi havo konditsionerlar yordamida boshqariladi. Ko'chada 40 daraja bo'lsa ham, stadionning ichida juda salqin havo bo'ldi. Va shu stadion atrofi va ichidagi bir 70% odam bir kishining ismi tushgan futbolkalarni kiyib olgandek go'yo. Kolumbiyaga qarshi o'yin bilan taqqoslaganda muhit va muxlislar ancha sovuqroq tuyuldi. Ko'plab Portugaliya muxlislari Portugaliyadan terma jamoani qo'llab-quvvatlash uchun kelganlar emas. AQSh va Lotin Amerikasidagi Ronaldoning shaxsiy muxlislari edi menimcha. Ular bilan do'stona gaplashish va esdalikka futbolkalar almashish iloji bo'lmadi. Afsus. Portugaliya birinchi golni urdi. Cristiano Ronaldo. Hisob 2-0 bo'lib ulgurdi. Sezilyapti bizanikilarda kayfiyat o'sha tushgan, odamlarda asab, odamlar jahl qilyapti. Tushunsa bo'ladi. G'alati hissiyotlar. Portugaliyaga qarshi o'yin qiyin bo'lishini bilardim, lekin 5-0 kutmagandim. Uning ustiga gol urishimizga ham ishongandim. Bo'ldi bir ikkita vaziyat. Azg'aniyev gol ham urdi. Lekin foul bo'lgani uchun u gol bekor bo'ldi. Eldor ham ikkinchi taymda gol urishga yaqin keldi. Portugaliya o'z klassini ko'rsatdi. Biz endi Kolumbiya bilan Kongo o'yinini ko'ramiz va 3-o'yinda ham bo'lamiz Atlantada. Natija qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar 3-o'yinda bo'lib, terma jamoamizni albatta qo'llab-quvvatlaymiz. Biz bilan Houstonda bo'lganingiz uchun rahmat. Sizlarni endi Atlantada ko'ramiz. O'yindan keyin esa menga Odil akaning fikrlari juda qiziq edi va shuning uchun men ular bilan o'tirib ko'pchilikning xayolida bo'lgan savollarni berib ko'rdim. Portugaliyami, yo'qmi, boshqa jamoami baribir 0-5 yutqizish juda og'ir. Sizda o'zingizda sobiq futbolchi, sobiq sardor sifatida Houstonda bo'lib turib, stadionda bo'lib turib, hech narsa qila olmaganingizdan o'zingizni qanaqa his qildingiz? Haligi futbol endi tugatgan paytlarim juda qiyin bo'lardi. Chunki o'sha yerda men bo'lishim kerak, shunaqa narsa hali o'zimga o'zim shunaqa fikr kelaveradi. Lekin futbolni tugatib, vaqtlar o'tgan sari odam ko'nikar ekanda hamma narsaga deb. Endi bu joyda men hozir hech narsa qila olmasligim o'zi anglab yetadigan darajagacha kelganman, lekin haqiqatan ham u qaysi terma jamoa bo'lishidan qat'iy nazar bu krupniy счётda yutqazish alam qiladi. Ming afsuski hali klass borasida master klass ko'rsatdi Portugaliya bizga. Juda ham
kuchli o'ynadi. O'sha aytib o'tganimizdek haligi yarim himoyachilarni ayniqsa aktiv bo'lgani o'yin natijasiga ularni klubni yutishiga ta'sir qildi. Siz mana o'yizam shunaqa ayanchli mag'lubiyatlarimiz bo'lganda terma jamoada, siz terma jamoa sardori bo'lgan o'yinlaringizda ham bo'lgan bunaqa holatlar. Hozir bolalarda razdevalkada nima bo'lyapti deb o'ylaysiz? Siz tajribangizdan kelib. Endi bu chempionat merada. Chempionat mera agar chempionat meradan oldingi holatda oddiy misol sizga hamda jahon chempionatiga boradi-yu, lekin klubni yutqazadi deganda rozi bo'larmidingiz? Rozi bo'lardingiz. Borsindir deysiz. O'shaning uchun buni to'g'ri qabul qilish kerak. Biz har bosqich bilan odamlarni kutilmasa ham o'zgaradi-da. O'sha ham oshadi. Endi bizni u haligi xalqimiz, qonunimiz shunaqaki, qanaqa komanda bo'lishidan qat'iy nazar yo bo'lmasa shu boshqa sohada bo'lsa ham hali yutqazishingizni bilasiz, lekin baribir g'alaba kutasiz. G'alaba kutasiz. O'shaning uchun bu bizga aytdim-ku, juda katta tajriba bo'ldi. Endi baribir mag'lubiyatdan keyin futbolchilarning o'ziga kelish uchun vaqt kerak. Vaqt kerak, lekin jahon chempionati bo'lgani uchun bu tezroq o'tadi. Bu bolalarni o'zida hozir bosim katta. O'zi futbolchida siz bilan oldin ham gaplashganimizda juda bitta kuchli xislat, uni ruhiy yetukligini ko'rsatadigan bir xislat bu mag'lubiyatlarni tez esdan chiqarib yuborish. Misol uchun ideal ssenariy bo'lardi agar bolalar bugun uxlashadi, ertalab uyg'onganda yana mana yangi varoqdan boshlab 3-o'yinga tayyorgarlik qilishsa. Shunaqa qila olishadimi? Bunaqa qilish uchun ayniqsa yosh bolalarni katta turnirlarda qatnashish tajribasi unaqa ko'p bo'lmagan, top chempionatlardagi o'yinlarni ko'rmagan, shunaqa bolalarga kimlarning so'zi muhim? Birinchi o'rinda murabbiyga. Birinchi o'rinda murabbiyga maydondagi lider futbolchilar. Lider futbolchilar o'sha tushuntirib berish kerak. Endi baribir kimdir bo'yniga olish kerak-da bu narsani-da. Bu narsani bo'yniga olish kerak. Nima deb o'ylaysiz? Misol o'sha katta futbolchilar nima uchun haligi katta komandalarda o'ynaydi? Chunki bu narsaga oddiy hol qilib qaraydi-da. Mag'lubiyatga ham, g'alabaga ham-da. Futbol aytyapman, futbol o'yindan o'yingacha. Siz nima deb o'ylaysiz muxlis sifatida? Nima qilish kerak terma jamoani yanada yaxshi o'ynash uchun, keyingi etapda jahon chempionatida saralashlarda yaxshi qatnashish uchun doimiy ravishda? Menimcha, Rim bir kechada qurilmagan deyshadi-yu. Bosqichma-bosqich ketyapmiz. Menimcha, hozir to'g'ri yo'lda ketyapmiz. Jahon chempionatiga chiqdik. Demak, mana shu bizani endi minimum bo'lish kerak bizga. Bu minimumga yetish uchun biz nima qilishimiz kerak? O'sha saralash bosqichlarini hammasini na potok qo'yish kerak deydi-yu. Tipi biz uchun oddiy hol bo'lish kerak, saralashdan o'tish. Bu saralashdan ham juda yengil o'tdi deb aytolmayman-da. Jahon chempionati saralashi bir xil o'yinlar bo'lgan, qaysidir ayrim o'yinchilar, darvozabonimizni qahramonligi, omad, shunaqa narsalar bilan ochko yig'dik. Lekin keyingi saralashdan aniq o'ta olamiz degan 100% ishonch yo'q hali. O'sha ishonchga menimcha yetishga harakat qilish kerak. Nafaqat menda, balki o'yinchi trenerlarda ham Osiyoda hozir keyingi jahon chempionati formati ham 48 ta bo'lsa, top 8 lik bo'lsa, jahon chempionatiga yo'llanma oladigan o'sha top 8 likni постоянный a'zosi bo'lishimiz kerak. Davomiy va menimcha shu hozirgi bizga asosiy maqsad bo'lish kerak. Va o'sha mana O'zbekistonda hozir har xil yosh guruhlari rivojlanib kelyapti. O'sha tizim yana takomillashsa, bizda misol uchun maydonimiz markazida faqat 2 kishiga tayanib qolmasdan ularni o'rniga tushib bera oladigan yana 2-3 ta kuchli o'yinchilar sekin-sekin bo'shliqlar yopilaversa, skameyka uzunlashaversa, sifatli o'yinchilar bilan menimcha shu kerak.
Mutaxassis kerak. Mutaxassislar kerak. Bolalarda shkolasi yaxshi bo'lishi kerak. Shkolalar rivojlanyapti, to'g'rimi? Shkolasi deganim mana e'tibor qaratdingizmi? Bugun ham Portugaliyaning o'yinchilari hammasi to'g'ri обработка, to'g'ri pas, to'g'ri ochilish, Lishni harakat yo'q. leshni harakat yo'qdi. Bu ularga bugun yo kecha paydo bo'lib qolgan narsa emas bu. Tushunyapsizmi? Bu yillar davomida keladigan narsa. O'sha yoshligidan o'rganib keladigan narsa. Unda bo'lmasam tugatib qo'yaman. O'rtoqlar, biz Houstondagi asosan Portugaliyaga qarshi o'yin va bu yerda umuman o'zbekistonliklar juda ko'p yig'ilgan, mahalliy aholi, O'zbekistondan kelgan muxlislar ancha ko'proq Kolumbiyaga qarshi o'yinga taqqoslaganda shu to'g'risidagi vlogimizni tugatdik Odil aka bilan. Juda alamli natija bilan, lekin biz uchun katta dars bo'ldi desak bo'ladi menimcha. Odil aka, siz o'zingizda qanaqa fikrlar bilan shu bilan vlog yopamiz? Fikr bu suhbatda aytaymi yo jahon chempionati haqida aytaymi? Ya, mana shu bugungi emas, umuman Houstondagi o'zingiz bilan olib ketayotgan tajribami, bagajmi? Endi menga ham haligi baribir men ko'proq mutaxassis sifatida tomosha qiladigan bo'lsam, juda ko'p narsani oldim-da. Juda ko'p tajriba oldim. O'ylayman, xuddi shunaqa bizning terma jamoa ham, terma jamoani atrofidagi ishlaydigan insonlar ham bu jahon chempionatidan ko'z bilan ko'rib katta tajriba oldi. Endi albatta bu narsalarni shu o'zbek futboliga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz berishga. Mani niyatim shu O'zbekiston terma jamoasi doimiy ravishda jahon chempionatida qatnashish. Mana Yaponiyaga o'xshab, ular uchun hozir bir 8 final odatiy holat qoldi. Xuddi shunaqa darajaga chiqish meni niyatim. Shunaqa yaxshi niyat bilan biz endi Atlantaga qaytamiz. Oldinda guruh bosqichining 3-o'yini Kongoga qarshi biz uchun jahon chempionatidagi oxirgi o'yin bo'lishi ehtimoli katta va natija muhim bo'lmasa ham o'zimizdan borimizni berib, eng yaxshi o'yinimizni ko'rsatib, jahon chempionati bilan chiroyli xayrlashishga harakat qilishimiz kerak menimcha. Atlantaga qaytamiz. Atlanta shahrini aylanib, jahon chempionatining 3-o'yini, guruh bosqichining 3-o'yinlariga tayyorgarchilik va umuman shahardan atmosfera, O'zbekiston terma jamoasi, suhbatlashuv hammasini ko'rsatishga harakat qilamiz. Rahmat sizga ham Doniyor. Mazza qilib haligi qaysidir vaziyatda muxlislarga bizni olgan blogimiz yoqdi degan umiddaman. Ko'rsatib berishga harakat qildik. Baribir jahon chempionati u futbolni maydonda 90 minut ko'rsa, futboldan tashqarigi hayot, madaniyati, futboli hammasini ko'rsatib berishga harakat qildik. O'ylayman, hali qiziqarli blog bo'ldi. Shu vaziyatda bitta yangilik aytib qo'yaman. Atlantada ko'p ehtimol men bir o'zim bo'laman. Odil aka oilaviy sabablar bo'yicha uyga qaytishlari kerak O'zbekistonga. O'rinlarni, yo'llarni bildirmayman degan va'da bera olmayman, lekin qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Men xayolan o'sha joyda siz bilan Xudo xolasa yaxshi kayfiyatda qaytish nasib qilsin. Rahmat Odil aka. Sizga rahmat kattakon. Vaqtingiz uchun va salomat bo'ling. Fikrlaringiz uchun men ham mazza qildim. Salomat bo'ling.